Demak, birinchi vazifamiz edi bu yerda chendralda moddani chizish. Mana moddani chizib oldik va Ctrl S qilyapmiz, Ctrl V nusxalaymiz. Birinchi vazifani bajardik. Ikkinchi vazifa nomlanadi. Demak, 2 ni ham bajardik. Nomlashni ham bajardik. 3 moddaning fizik kimyoviy ko'rsatkichlari. Demak, buni chendraga o'tamiz. View show chemical properties window paste qilsak, mana moddani fizik kimyoviy ko'rsatkichlari ham bo'ldi. Ani bosib, buni nusxalab olamiz. Ctrl V qilamiz. Xo'sh. Xuddi shundan keyin yana qo'yilyapti bizga show window analyze degan amalam. Demak, bunda biz qilishimiz kerak bo'lgan vazifa nimadan iborat bo'ladi? Show analyze window. Mana bu yerda element analizi miqdori chiqadi. Ya'ni 9 talik element ekan, qancha uglerod, qancha vodorodni borligi. Bu ham qildik. Keyingi ishimiz YAML spektrlarini predict qilish. Structure YAML H1. Ctrl A, Ctrl S. Ctrl V. Bo'ldi. Net. Structure uglerod 13. Ctrl A, Ctrl S, Ctrl V. Keyingi vazifa ham bo'ldi. Mol fayl sifatida saqlash. File save as xohlang mana CDX ham saqlang. Save as keyingi ishlar uchun kerak bo'ladi-da. MDL mol formatda ham mana saqladik. Xo'p. Keyingisi chem3d dasturida shu mol faylni ochishimiz kerak ekan. chem3d ni ochamiz. Dokumenti. Mana mustaqil ta'lim namuna deb qo'ydim nomini. Mana Alkin ma'lum bir sinf vakili. Xo'sh. Ochish va nusxalash deyapti. Ctrl A, Ctrl S. 3D tuzilishi. Xohlang mana buni ham qo'ysangiz, buni bunday shakldagi 3D tuzilishini ham nusxalab olishingiz mumkin. Ya'ni elementlar bilan birgalikda. Xo'sh, molekulyar mexanik usulda minimize energy run. Keyingisi molecular dynamics. Mana hisoblab bo'ldi. Select all copy. Qilamiz enter. Bo'ldi. Calculation minimize energy molecular dynamics run. Nima qilibdi bular? Lazgiga tushyapti. Anjam polkaga tushyapti. Bular molekulyar jihatdan eng maqbul holatga kelish imkoniyatiga harakat qiladi. Bog' uzunligi, bog' burchagi, bog' tuzilishi nuqtai nazaridan. O'zaro ta'sirlar qanday bo'lish imkoniyatlarini ko'rib chiqyapti. Fazodagi holatda qanaqa tuzilishdagi ta'sirlar kuzatiladi.
Xo'sh, bu bo'ldi. Konformatsion analiz deyapti. Ko'rsatadigan eslarda bo'lsa konformatsion analizi. Molekulaning o'zida bir necha xil konformatsion analiz mavjud. Bilasizmi shuni? Copy picture, Ctrl S qilib olib bo'lmayapti ko'rayotgan bo'lsangiz. Nima qilib shuni o'zida copy data qilib ham olish mumkin. Boyagi ana hisoblash natijalari ma'lumotlarni. Yoki bu yerdan ham olish mumkin. Xo'sh, demak bu vazifani ham bajardik. Konformatsion analizni ham Gaussian'da hisoblash. Ultrabinafsha, infraqizil va MR. Calculation, Gaussian interface, ultrabinafsha. Mayli sizlar ham shu Hartifok va 631 da hisoblang. Yoki 6311 da hisoblang. Bu yog'ini bularni qoldiring. Birinchi ultrabinafshani hisoblashga berdik. Shuni aytib hisoblaymiz, natijasini qo'yamiz. Xuddi shuni keyingi hisoblash infraqizil bo'lsa, uni hisoblaymiz, natijasini qo'yamiz. Va keyingisida ham YMRni hisoblash. Demak, hisoblash natijalarini ma'lumotga aylantirish deyilyapti. Hozir men boshqasini misolida davom ettiraveraman bu masalani hisoblayvergancha. Mana infraqizil spektrni olish, uni copy picture qilib infraqizilni joyiga qo'yiladi. Xuddi shuni Raman spektri bo'lsa agar yoki mana bu homologiyasini ham qo'ysa bo'ladi.
Mana keyingi vazifalar shulardan iborat. Malikaning zaryadi va homologous 18-19 diyorum. Turibdi. Mayli, hozir boshqasiniki bo'lsa ham shu ishlarni siz ham qilishingiz kerak edi. Aytaylik. Diagrammasini ham deyman, mana diagrammasi. Chiqarib berdingiz. Daha hozir bu yerda bitta narsa beryapti. Yani mana ikkita elektron o'tish kuzatilishi bu yerda berilyapti va hozir spektrda ham ko'rsatish mumkin. Mana ultrabinafsha spektr. Bunda print screen bosamiz. Neyse, ulaşılan ses çıkmalıdır. Calculation Gaussian interface. Endi infraqizil spektrini hisoblaymiz. Qaraman bilan. Nomini qarang, o'zgartirib qo'ydim. Infraqizil deb. Qayerga tushdi? Mana bu yerga tushadi-ku. Mana. Infraqizil spektrini hisoblaydi.
Odan endi shu moddani bemalol biza infraqizil spektrini ko'rishimiz mumkin. Mana. O'zini spektrini ham qo'yishimiz mumkin endi. Spektr ma'lumotlarini qo'ydik. Xo'sh, bu vazifa bajarildi. Ma'lumotini qo'ydik, zaryad taqsimotini qo'ydik. Chem 3D da mapak faylini mop saqlanadi va memopak dasturida hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotda bajaruvdik buni. Fayl save as mapak. Darsama 209-xonada darsama. Yosh paradan ketam. Ko'ramiz. Ne? Qayerga saqladik biz uni? Dokumentiga. Mana bu yerdan setdan belgilaydigan qanaqa hisoblashni amalga oshirish. Nimalarni belgilaydik. Ramapak. Hech kim qaramayapti. Hamma videoni ko'radi deb xulosa qilamiz-da, shuni. Mana YouTube'ga qo'yaman men buni. YouTube'ga qarash qiyin. Ha? Endi nimadir bahona aytish kerak-ku. YouTube'da mana shu gaplar ham ketishi kerak. Rost bahonada bu. Gap emas. Mana shu narsa copyright qilinadi. Ctrl S qilib, ana yoqib save qilinadi. Mana bu. Yo, shuni Word'ligicha tashlab berasiz. Buni Word materialga hozir aytaman. Bu bo'ldi. Xo'sh. Bu yoqqa hali o'tilmay, mana 20 tasi bo'ldi. Hozir ko'ramiz.